Assalomu alaykum qadrli tomoshabin do'stlar. Iltimos ushbu ibratli videorolikimiz keng tarqalishi va boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Har doimgidek navbatchilik uchun ishga keldim. Kasbdoshlarim menga omad tilashib, xayrlashib ketdilar. Navbatchiligim tinch osuda o'tar edi. Biroq qo'l telefonim jiringladi. Ayolim ekan. Assalomu alaykum. Yaxshi yetib oldingizmi? Alik oldim-da gapni qisqa qildim. Vaqt allamahal bo'lgach, ayolim yana qo'ng'iroq qildi. Bu safar men taajjublanib javob berdim. Nimaga? Unda tinchlikmi? Bolalari yaxshimi? Allohga shukur tinch. O'zim shunday. Siz bilan gaplashmoqchi edim, dedi. Uyda bafurja gaplashamiz dedim-u telefon tugmasini bosib o'chirdim. Men mutlaqo bekorchi edim hisob. Gaplashsam bo'lar edi, ammo bunday qilmadim. Vaqt allamahal bo'ldi. Yana qo'ng'iroq, yana ayolim edi. Bu safar meni g'azabga erk berdim. Telefonni oldim-u, sen ayol tonggacha sabr qilasanmi? Nima gap, gapir, dedim. Tayinli hech gap yo'q. Bugun siz bilan qilmayli suhbatlashgim keldi-da, dedi. Navbatchilikdan chiqib uyga boraman. O'shanda gaplashamiz, dedim-u yana telefonni o'chirdim. Bu safar kechasi soat 2da qo'ng'iroq qildi. Men telefonga alo dedim-u jim turaverdim. Uzr, yana men. Bezovta qildim. Aytishni unutibman. O'zingizni ehtiyot qiling. Allohga omonatsiz. Alloh doim asrasin sizni. Sizni sog'indim, dedi. Yaxshi. Shuni yarim kechasi aytish kerakdim, dedim-da tugmachani bosib qo'ydim. Erta tong navbatchilikni topshirib uyga tomon yo'l oldim. Mahallamizga kirib borar ekanman, uyimiz yonidan tez yordam mashinasi turgan ekan. Tez yurib uyga shoshilib kirib bordim. Ostonadan kirar ekanman, qizalog'imni adajon, oyijonimdan ayrilib qoldik degan ovozini elas eslayman. Bir umr armonda qoldim. O'sha kecha ayolimni aytgan so'zlari hamon qulog'im ostida yangraydi. O'zingizni ehtiyot qiling. Allohga omonatsiz. Sizni sog'indim. Bu alam, bu azob bilan qanday yashayman? O'sha kecha ayolim menga qalbida yashirib yurgan dardini aytmoqchi edimi? Men bilan qalbidan suhbat qurib, nimalar demoqchi edi? Nima? Bu armon iskanjasi meni ado qilmoqda. Azizlarim, har kungi vaqtimiz g'animat, odam g'animat. Sizni ehtiyot qiladigan insonlarni siz ham ehtiyotlang. Mehriboningiz bir kunda yo'q bo'lib qolishi Alloh amridir. Bugun ular bor, ertaga yo'q, qayerdan bilasiz? Videomiz yoqqan bo'lsa, videomiz tagida birdan like va podpiska qo'ng'iroqchasini bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yana zangori ekran ortida ko'rishguncha, xayr, sog', salomat.